Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan bu yerda? Mashq qilyapman dada, mashq qilyapman. Bugun Barsa bilan Real El Clasico o'yin bo'ladi. Ha sen nimaga mashq qilasan? O'ynaydigan ular bo'lsa, senga nima? Tushunmaysiz-da dada, siz tushunmaysiz-da. Nimaga tushunmayman? Ha, undan ko'ra o'zimizni Paxtakorga muxlis bo'l. Qo'ying shu paxtakoringizni dada. Ikkita bolani otasi qilgan qilig'ingni qarang-da. Nima qilay dada? Nima qilay? Kechasi bilan tok yoqib qo'yasanlar. Televizor yoniq. Husan bilan talashasanmi? Semishga chiqib hamma yoqda rasvo qilasanlar. Menga qara, shu ishlaring yaxshimi? Dada tushunmaysiz-da, muxlismiz dada, muxlismiz. Barsaga muxlisman. Menga qara. Husan qani? Husan shu atrofda mol boqib yuribdi-yu. Husan ham yo'q, mol ham yo'q. Ha? Yer oldimga tashlab, topini ol. Xos. Sadovga mashg'ulot o'tkazgandim. Sportchilar mashqisida sizga nima bor ekan? Men qara, buncha ko'p aralashdik, shu to'y qilganimizdagi tilik bir qancha bo'lib qoldi-ya. Men bilan o'chakishasan, bilasan men Real komandasini ashaddiy muxlisman. Menga aralashma, o'zim bilib ishimni qilaman. Muxlisligingiz qursin sizni. Qani hovlidagi qo'y, ha? Yana garovda yutqizdingizmi? Qachon odam bo'lasiz? Qazib qo'ydim. Men sizga garov o'ynamang deganmidim? Yaqinda Real bilan Barsaning o'yini bo'ladi. Qishloqdagi boy odamlar bilan bellashganman. Xullas, men yutaman, uyimizda qo'y ham bo'ladi, mol ham bo'ladi, otam bo'ladi, toy ham bo'ladi. Ko'ngilni to'q qil. Biz yutamiz, xotinjon. Sizga garovingiz debchi, ana to'yimiz ham o'lda-jo'lda o'tdi. Yaxshi ham dadajonim bor ekan. Yordam qilib, qarz havola qilib amallab o'tkazib oldik. Endi hamma maqtayapti to'yimiz. Ko'p gapiraverma, xotin, yaxshi o'tdi-ku, xudoga shukr to'yimiz ham. Ana Murod aka kelib ketdi. Kim? Davragash Murod aka rosa xafa bo'lib, nimaga meni to'yga aytmadilaring deb kelib ketdi. Ha, umi. Ha, men uni har doim Realchi deb yurgan ekanman. Bilsam u Barsachi ekan. Men uni Realchi deb to'ylarimizga olib kelib, maqtab, pullar qistirib, hammaga tanitman. Endi ikki dunyo Murod akayni. To'yimga aytayman. Endi bundan buyoqgan. Teatrda ishlaydigan marka qatmoqdan chiqadigan. Sherzod Kataboboyev aytaman. Xullas, meni xonadonimda faqat Realchilar bo'ladi. Tushundingmi? Ko'p vaqtimni olmagin. Seni ko'rsam xafa bo'lmagin, davlat chiqib ketadi. Menga ruxsat et, bo'pti. Shoshmang. Nima? Sizni dadajon so'ragandi. Nimaga? Bugun mol boqishsiz navbatingiz ekan. Meniki emas, kechirib qo'yasiz xotinjon. Ana Erkatoy o'g'illari Hasanjon Barsachini chaqirib, mollarni o'sha Barsachiga boqis. Men vaqtim yo'q. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Shoshmang. Men ham hozir ishga ketaman. Uyda pullar sanab qo'yganman. Yana garov o'ynab bu pulni ham yo'q qilmang yana. Xo'p. Voy, xotinim talyam bor. Assalomu alaykum Husan aka. Alaykum. Yo'l bo'lsin. Shaharga. Shaharda nima bor? Yaqinda El Clasico bo'ladi. Real Barsa. Real Barsani yengadi. Shunga men ruhan tayyorlanishni shaharga ketyapman. Mashg'ulot o'tkazaman. Mbappe, Ronaldoning shogirdi Barsani qondiradi, kuydiradi. Olimjon, shunaqa. Hasan aka bilan men Barsani muxlisman. Ikki dunyoda yutolmaydi. Hech qachon Barsa Realni yutolmaydi. Yo'limdan qoch. Bor ekan. Kiyib qara. Sanjon, assalomu alaykum. Salomatlik yaxshimi? Tuzugimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sport bilan shug'ullanyapsiz ekanda. Sog'liq sportga bog'liqda. Albatta. Yomon bo'ling. Salomat bo'ling. Farzandlarga to'ylar qilsiz, bizni chaqirmabsiz. Shu ko'pkari to'ylar berganingizda, katta ko'pkari to'ylarda o'zim xizmat qilgan edim.
davrani boshqargan edim o'zim. Hamma O'rta Osiyo bo'yicha to'ylarda xizmat qilganmiz, hech kim bizdan nolimagan edi. Bizdan nima xatolik bo'ldi? Chunki siz eshitishimcha Barsani muxlisi ekansiz, shundaymi? Albatta Barsani muxlisimiz. Farzandlarimiz bilan muxlisimiz biz. Barsa ham komandam aka, Real dahshat. Mana biz realchilarimiz. Xullas, bizi to'ylarda faqat realchilar xizmat qiladi. Mehmonlar ham Real keladi. Siz bo'lsa, Hasan borki Barsa. O'sha to'y qilganda uni to'yda xizmat qiling. Salomat bo'ling. O'rta kashaganlar bu odam. Ya odamlarga ham hayronsan. Futbolga nima daxli bor to'yda? Murat aka. Murat aka. Murat aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murat aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamagina. Ha, rahmat. Qayerdan kelyapsiz Murat aka? Shahardan kelyapman, shahardan. Shahardan kelyapsizmi? Shahardan. Meni qora xonajinimni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'zim tushmadi, ko'zim tushmadi. Ko'rmadingizmi? Yo'q. Mayli akajon, gaplashamiz. Hasanjon, Husanjonni ko'rib qoldim shaharda. Nimaga farzandlaringga to'y qilding? Meni aytmading. Ko'pkari to'ylaringda katta atoqli san'atkorlarni olib kelib xizmat qiluvdik. Nima bu to'ylaringga aytmading desam, Hasanni to'yida xizmat qilasiz, Barselonani siz muxlisiz-ku deb aytayapti. Shu Husanni gapirmang. Tepa sochib, tikka bo'ladi boru. Ha. Shu realchilarni gapirmang menga Murat aka. O'zi socham qolmabdi-ku. Shu Barsaga muxlislik qilib socham to'kilib ketdi aka. Yashang. Uyga kiring aka. Mayli. Xudo xolasa borku, o'zim o'g'illarimga to'y qilaman. O'shanda siz xizmat qilasiz. Davrani o'rasiz aka. Toshkentdan zo'r san'atkorlar gaplashib olib kelasiz aka. Xo'p aka, kiring aka. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p aka, xo'p. Xo'p aka, xo'p. Nima gaplar deng? Nima gaplar aka? Bo'pti. Xo'p. Telefonlashamiz. Xo'p, telefon qilib. Esdan chiqarmang. Xudo xolasa. Bo'pti. Ana yugurib yurgan. Husan akami? Qaham. Mana oppoq. Ha, mahallamizdagi Husan aka bor-ku. O'sha Real formasini kiyibdi. Yugurib yurishini qara, xuddi o'zi futbol o'ynayotganga o'xshaydi. mashq qilishini qarang. Sakama shu odamda. Shortning tagidan yashil triko ham kiyibdi. Yana oyog'ida tufli. Mashqini qilishdi qara, mashqin. Shu tunogini bitta qo'y yetaklab ketyapti. Ha desam, yutqazdim. Olib borib beray deydi. Yana o'sha Realni maqtagani. Bir boplamaymizmi shu odam? Shu bir boplalang. Kelyapti qara. O'zingiz bir boplang. Ha, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Sizlar qalaysizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Ha, bu kayfiyatlar zo'r, o'yinga tayyorgarlikmi deyman? Real. Haqiqiy Real bizda Moppay janoblari bor. Ronaldoning shogirdi. Bugun dahshat o'yin Santiago Bernabeu stadionida. Kim bilan? Barsa bilan. Bugun Barsa yutadi, Real yutqazadi aka. Yo'q, sizga qarab gapirasiz. Ozing ishlaka bo'lib qilib, shuni shu olib qo'yaman. Uzr-ku, lekin nimaga sababini aytaymi? Ayt. Hasan akani bilasizmi? Shu bolani ismini tilingga olma. Javlanib chiqib ketadi. Gapirma uni. Voy, biling, eshiting. Hop. Kimsan boyakani uyga olib kirib choy berib o'tiribdi. Nima bo'pti? Eshitmadingizmi? Nimani? O kimsan boyakani kim uyga olib kirib choy bersa, o'sha uyning egasi muxlislik qilayotgan komanda yutyapti ekan. Muxlislik qilsa-ya? Ha? Qadami qutlug' ekanmi? Kimsan boydi-ya? Bo'lmagan gap. Hech qachon bunaqasi bo'lmagan. O sen qaysi komandaga muxlislik qilarsan? Men aka futbolga qiziqmayman. Odam podamas ekansan. Senchi? Men Germaniyaning Stuttgart degan komandasiga muxlislik qilaman. Kim? Stuttgart. Shunaqa komanda bor ekanmi? Ha? Men sizga o'xshab bunaqa kiyimlarni kiyib, ko'chalarda mashq qilib yurmayman. Men kerak bo'lsa Germaniyaga borib, jonli stadionda ko'raman. Senga Germaniya bir qadam joymiki? Qo'shni qishloqqa borib kelganda borib kelsak. Qo'ya, qaloqqa tepma yolg'oningni. Ha, ishonmasangiz,
Men Germaniya aeroportidan sizga video tashiyman. Yolg'oningni qo'yib, menga qulog'imga tepmasang, qishlog'imizdan chiqa olmaysan-ku. Germaniyaga borasanmi? Garov bog'laymizmi? Garov ketdi. Nimadan? Bitta qo'ydan. Ha? Us. Mana, meni qulog'imga tepyapti. Germaniyaga boramiz. Meni vaqtim olmanglar. Men ruhan tayyorlashim kerak. Barsani uchimiz kerak. Ochaldim dalikalarga. Bo'pti bo'lmasam, borgandan keyin telefon qilgin. Ha? Gaplashamiz. Xo'p. Stuttgart aeroporti. Ana Husan aka yetib keldim. Husan aka. Bitta qo'yni tayyorlab uyga borib qo'yavering. Ya? Ana bu bola Germaniyada yurtdimi? Stuttgartdami? Bitta qo'yga tushibman-da. Hech qisi yo'q. Ertaga tong otsin, Kimsonboyning oldiga boraman. Soy restoraniga borib mehmon qilaman. Real yutadi. Keyin hamma xarajatlarimni chiqarib olaman. Real. Hali ko'rsataman. Mayli, bitta qo'y ekan-ku. Lekin albatta biz yutamiz Realchilar. Kimsonboy, hormang. Ke do'stim Husanjon, ke. Qanday sog'lom, yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Qoyili, sen ham qo'lingga ketma o'sha ekansan-a? Ha, nima? Tozalik, obodonlik kerak-ku bizga. Ha, yaxshi. Men qara. Ha. Shu eshitishimcha sen kimnidir xonadoniga borsak, o'sha xonadon egalari futbolga muxlislik qilsa, qo'shilib senab o'tirib ularga muxlislik qilsak, shu komanda yutyapti ekan. Ayniqsa Hasan bilan Hikmatning uyiga boribsan, o'tirib Barsaga muxlislik qilsan, yutib deb eshitdim. Shu rostmi? O'zi men futbolga qiziqmayman o'zi. Bir ikki marta chaqirdi, bordim, o'tirsam, mudrab o'tirsam bir payti, gol deb quchoqlab, deydi, uyqum ham qochib ketib, mana hech ishga qo'lim tegmaydi o'sha futbol boqadi. Kerak emas futbol. Obodonlikchilik kerak bizga o'zi. Yo'q, yutdimi? Ha. O'shanda sen borgandan keyin yutdimi? Ha? Quchoqlab olgan, gol aka, deyapti. Xullas, senga bir ish bor. Nima ish? Men bilan hozir borasan-da futbol ko'rasan. Qo'y, yana futbolmi? Yo'q. Yig'ishtir futbolingni. U futboling 1 soat bo'lsa ham mayli, 2 soatdan oshib ketar ekan. Kechasidan futbol ko'rib, kunduzi mudrab o'tiraman, kamiga boshlig'im ham urishyapti. Yo'q hali, futbol yo'q. Katta, ko'p gapirma Kimsonboy. Men Hasanga o'xshab xassa emasman. Ha. Men bilan har bir ko'rgan futboling kechaga ko'kada pul olasan. Menga. Ha. Aldama. Ha. Bor kiyimingni almashtirib chiqqin. Futbol tomosha qilamiz. Tushundingmi? Qayrama, bu pulni qayramaydi. Ehtiyot qilgin. Yana berasan-a? Ya yutsa, yutadi. Yutadimi? Yutadi. Real, ha? Real yutadi komanda. Yutadi lekin. Aniq. 5. Bu tezroq suv oshidan olib qo'y. Endi borib martga olib kelasan. Sen ishlamaysan. Yaxshi. Bu meni eng qadrdon do'stim Boburjon bo'ladi. Bu ham Realning muxlisi. Yo'q, shunday. Bugun Barsani Real nima qiladi? Yutadi. Yanchi tashlaydi. Shunday.
men Otabek degan do'stimizni soy restorani. Shu yerda Real Barcelona ko'ramiz. Xudo xolasa yutadi, ha? Aniq yutadi. O, chekaga joy qo'yib, birga o'tiramiz. Qani yuringlar. Ketdik. G'alabani nishonlaylik. Qani yuringlar. Aka, siz qaysi xonadonga borsangiz, shu xonadonda egasi muxlislik qilgan komanda yutargan, shu rostmi? O'tgan safar Hasanjonning uyiga boruvdim. Barselonaga muxlislik qilar ekan. Barselona yutdi-da. Mana bugun Husanjon choy beryapti. Xudo xolasa Real yutadi. O'zi aka, men Realga muxlislik qilmayman. Iya? Husan akani ra'yini qaytara olmay bugun mana choy beryapti ekan, shunga xafa bo'lmasinlar deb yo'q deya olmadim. O'zi asli men Manchester Cityga balet qilaman. Bilasizmi nega? Nimaga? Chunki u yerda Abduqodir Husanov o'ynaydi. Iya. Kecha to'y bo'ldi. To'y ham to'y bo'ldi-da aka. Uni qarang. Qidiydan. Realchilar, maza qilamiz bugun. Barsachilar, Hasanjon, sovuqda yeb qolasan. Bugun realchilar albatta yutadi. Siz bitta choy bering. Xudo xolasa boraman. Sizga ham komandangiz yutadi. Tan. Do'stim, kerak do'stim. Do'stim. Soy restoranining taomini yemasan, bu dunyoga kelmabsan. Qalay? Zo'r. Bugun qaysi komanda yutadi? Real yutadi. Albatta Real yutadi. Siz ham Realning ashaddiy muxlisiz. Ha, shunday albatta. Gap yo'q. Qani, davran ochinglar. Bo'ldi, Aytib turamiz. Barsani yaxshi tashlaymiz. Taomga marhamat. Hasan bor, Hasan. U o'tgan safar 4 tuxumini adab qo'ydi-da. Lekin baribir Barselona yutdi komandasi. Bu o'tirish qara do'stim, shohona o'tirish. Real yutadi Real. Doldur. Gol urib o'tirdi-yu. Barcha. Olinglar. Uradim. Olinglar. Yutamiz. Hey, Keran, ikkinchisini ham urib qo'ydik-ku. Uradi. Uradimi? Yutadi bir ham? Ko'ramiz. Voy, qarang, shu qadam yelkasiga tugadi. Yutqazib o'tirgan. Men Abdug'apporga bitta qo'yga tushib o'tiribman, sen qarang. Seni qutlug' qadam deyapti. Sen shu qadam. Sen insonlarni mana shu soy restoranida hammasiga xaridini to'lab berasan.
Husanjon, yaxshimisiz? Salom gapchimi? Rahmat, qanday yaxshisiz? Tabiatlar yaxshimi? Yaman gol ursa, mana shunday nishonlaydi. Mana shunday nishonlaydi, dada. Shu qilg'im endi. Nima bor? Yaqinda El Clasico bo'ladi. Real Barça. Do'stim, quchoqlab ketdi. Yutgan bo'lsa kerak-da. Yurib yurgan. Husan akami? Ha, mahallamizda Husan aka bor-ku. O'sha. Sizga ro'yat debchi, ana to'yimiz ham o'lda-jo'lda o'tdi. Yaxshiyam dadajonim bor ekan. Ana Husan aka yetib keldim, Husan aka. Bu meni eng qadrdon do'stim Boburjon bo'ladi. Bu ham Realni muxlisi. Mana bu zomindamiz filmimizda chiroyli film oldik. Mana Olim akaga rahmat. Mana jigarlar, enayib, oshlar uchun rahmat. 7 kunimiz.